Xo'p, demak, 6 ga bo'lganda 4 qoldiq, 7 ga bo'lganda 5 qoldiq. Qoladigan dastlabki ikkita sonni yig'indisini toping. Xo'p, bu qanday ishlanadi? 6 ga karali ixtiyoriy bitta sonni a teng 6x qo'shilgan 6 ko'rinishda yozsam bo'ladi. Endi o'sha 6 ga bo'lganda 4 qoldiq qolish uchun 6 ga ixtiyoriy 6 ga karali sondan ikkita kam bo'lgan son 6x plus 4 bo'ladida, shunda 6 ga bo'linganda 4 qoldiq qoladi. 7 ga bo'lganda 7x plus 7 soni ixtiyoriy 7 ga karali son. Bundan 2 ni ayiradigan bo'lsam 7x plus 5 bo'lib, 7 ga bo'lganda 5 qoldiq qoladigan ixtiyoriy son shu ko'rinishda yoziladi. 7y plus 5. Endi shu joydan bir vaqtning o'zida 6 ga ham 7 ga ham bo'linadigan son EQK ni topaman. EQK 6 bilan 7 uchun 42 bo'ladi. Demak, birinchi 6 ga ham 7 ga ham karali son 42, ikkinchi 6 ga ham 7 ga ham karali bo'lgan son 42 ko'paygan 2 84 ga teng. Ana endi bular 6 ga ham 7 ga ham karali son. 4 qoldiq qolish uchun 2 ni ayiraman. 40 bo'ladi. Bundan 2 ni ayiraman. Davom etadigan bo'lsam mana 82 bo'ladi o'sha sonlarimiz. Ana endi biz sonlar yig'indisi 40 plus 82 122 ga teng.